Assalomu alaykum ukalar. Sizlar charchami? Xudo ana 1-mart 2026-yil navbatdagi qurbonimiz ko'rilmadi, kelib qo'nib qopti. Birinchi katay domida yurgan aka. Qaymaymanni bordim. Qo'noq qarab chiqib yubordi. Qo'noqda shaqillatib urib qoldik. Xudo navbatdagi yangiligimiz millimetrchi orqa shapka yalangoyoq. Narshkili menimcha bu ham turishida narga o'xshayapti, nar ekan. Katay tomida qitir qilib yurishgan ekan. Shaqillatib unaqa chiqarib urib qo'ygandik. Yaxshi variant shu. Bittaman ham bir bahor kelib ham bir tuman bir izvasa qildi ustimizdan. Bittamanda chiqsam hamma yoq tuman birinchi kundan, o'zi bahorda birinchi kundan tuman. O'zi ham qishda bir kuni ham qish deb anda qiluvdi, kechasi ham bir tushuvdi. Bittaman ham bir tushuvdi, vaqtli tushib qo'ydi-da, bir 9 o'g'larda tushganda agar hamma yoq gulbayram bo'lardi-da,